Amir Temur aytadilar: birodarlar, har narsa duo bilan bitganda edi, Hazrati payg'ambarimiz qo'llariga qurol olmasdilar degan so'zlari bor. Temur boyning shunday gaplari bor. Hamma narsa duo bilan bitsa, payg'ambarimiz qo'llariga qurol olmadi. Xullas, mana shu urushda bir badbaxt kofir payg'ambarimizni so'yil bilan uradi, to'qmoq bilan uradi. Dubulg'alarini temiri pishayib muborak yuzlarini yirtib kirib tishlarini sindiradi. O'shani chandig'i o'ng tomondagi, chap tomondagi, o'ng tomondagi lablarining ustidagi chandiq qisqa tarixi. Haybar degan g'azot bo'lgan ekan. Haybar. Bu g'azotni boshlanib ketishiga Yahudiy qavmlar payg'ambarimizni va sahobalarni sulhga chaqirishgan, muzokaraga. Muzokara paytida payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamga beriladigan ovqatni, sahobalarga beriladigan ovqatni zaharlab berishgan ekan, qarang. O'sha paytda bor ekan zaharlab odamni o'ldirish. Haligi zaharlangan ovqatni yegan sahobalar alhol shahid bo'lishgan ekan, o'sha joyda olamdan o'tishgan ekan. Payg'ambarimiz haligi ovqatni og'zlariga solsalar, Hazrat Jibroil: "Tashang ya Rasululloh, ovqat zaharlangan." Shunda Hazrat Rasulullohning o'ng lablariga mana shu chekkasiga tegib qolgan ekan. Hazrat sahobiy aytadilar: ba'zida payg'ambarimizning o'ng lablarining ustidagi kichkina o'sha chandiqlari bunday turtib qo'yardi. Nuqul o'sha voqea esimga tushardi deydilar. Ketida aytadilar: payg'ambarimizning muborak boshlari katta, ulkan edi. Hazrati payg'ambarimizning muborak sochlari quloqlarini yumshog'iga tushib turar edi. Shu yerda Shahmatul Uznayhi degan payg'ambarimizning muborak sochi yumshog'iga tushib turar edi. Hazrati payg'ambarimizning soqollari ko'ksilarda to'xtagan edi. Qisqa soch bilan soqollardagi gaplar. Sahobalar aytadilar: bir kuni Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soch bilan soqollardagi oqni sanay boshladik. Gaplarni qarang. Soch bilan soqollardagi oqni sanay boshlashibdi. 11 tadan oshmadi degan hadisni keltirganlar. 11 tadan oshmadi. Birodarlar, payg'ambarimiz haqlaridagi bu fikrlar payg'ambarimizni yoshlari 60 ga yaqinlashayotganlarda aytilgan gaplar bu. Mana qaranglar, mana uni. Hamma yoq oqarib yotibdi-ku, hali 50 ga bormadik. Birodarlar, biz Rasululloh desak munkaygan mo'ysafid qariya esimizga kelyapti. Unaqa emas ekan. Rasululloh navqiron, go'zal, yosh ko'rinar ekanlar. Bor edi-kim, u gohida yal yonar edi. Qad ammahu nuruhu ala degan ma'nosi. Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida bedanani tuxumiday degan. Bedanani tuxumiday uzunchoq qizil simon chandiq bilan tug'ilgan ekanlar. Ichida Muhammadur Rasululloh degan yozuv bor ekan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni yoshlari katta bo'lishlari munosabati bilan haligi chandiq ham kattarib, payg'ambar alayhissalatu vassalom kiyim kiysalar, orqalaridan turtiproq turar ekan. Hazrat sahobalar aytadilar: payg'ambarimizni orqalaridan tunda yursak, orqalaridan yurardik, payg'ambarlik muhridan chiqayotgan yorug'liq yo'llarimizni yoritib turardi deydilar. Panarga o'xshab haligindan nur chiqib turar ekan. Ketida aytadilar: tushar edi. Uning hidi misk hidlaridan xushbo'yroq edi. Sharhi. Ammalari aytadi, payg'ambarimizni ammalari, Otika onamiz aytadilar: bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ko'rgani kelib qoldilar. Meni ko'rgani, ziyorat qilgani kelib qoldilar. Peshin payti edi. Payg'ambarimizning yonboshlariga bolish qo'ydim. Suyanadigan mixadda deydi. Bolish qo'ydim. Payg'ambarimiz haligi bolishga suyandilar-u, charchab turgan ekanlar. Ko'zlari uyquga ketib qoldi. Terlay boshladilar. Payg'ambarimizdan oppoq ter to'kila boshladi. Men haligi terlarni to'plab ko'zaga qamab oldim degan hadisni keltirganlar. Qanaqa gap bu? Ketida aytadilarki, uning bo'yi, uning hidi asosi, parfumeriyani asosi, parfumeriyani miskdan oladi.
uni hozirgi holatini eshiting. Misk o'sha Arabiston tomonlarida, Yaman tomonlarida yuradigan maxsus kiyiklardan chiqar ekan. Jonivorlar yugurganida qorni qichir ekan. Qirralik toshlarga kelib qashinishar ekan. Haligi qashinish natijasida qon chiqib qotar ekan. O'sha misk bo'lar ekan. 1 gram miskka 4 gram sop oltin berar ekan hozirgi kunda ham. 4 ta 9lik oltin. Endi shu zamondagi gaplarni eshitdik. Ulug' ustozlardan birlari Madina-i Munawvaraga ziyoratga boradilar. Atir do'konga kirib, atir tanlayotganmishlar. Uni ko'rsatishdi, yoqmabdi. Buni ko'rsatishdi, yoqmabdi. Toqati tog' bo'lgan sotuvchilar Hazratga qarab, "Taqsir, o'zi sizga nima kerak?" Hazrat aytadimishlar. "Mengami?